Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Charchamasdan. Tanjonlaring sog'mi? Tuzumsizlar? Issiqlar bilan, yomg'irlar bilan kechaga xudo xolasa ancha joylarda yomg'ir yog'di, muzdakina bo'ldi. Lekin yana baribir obedga kelib qaynab ketdi holi. Tanjonlaring sog'mi obunachilar? Tuzumsizlar? Charchamayapsizlarmi? Biz yana proyektdamiz. Xudo xolasa kelgan joydan olyapmiz. Ilhom tog'a. Albatta. Ilhom tog'amlar bilan ertalab Jo'jada Baraxo'lga bozor bor ekan, yerda aylandik. Eski narsalar, har xil tarixiy basu, eski narsalar ko'rdik. Sherali aka bitta narsa olmoqchi edi. Temir. O'shani topdik, og'iri, o'shani topib olib keldik. Keyin Sherali aka bilan bilsalar kecha ketishdi, kelishdi. Hozir endi sesma kalunay harakat xudo xolasa qadrdonlar. Obuna bo'lib turinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar, kilas bosib turinglar. O'ta darajada kulgili, ovozoxundaqa qiziqarli videolar chiqmasa ham harakat qilamiz, chiroyli videolar chiqarishga. Ilhom tog'a, nima deysiz? Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaring, ozginadan bizga poddesh bo'ladi. Ozgina poddesh qilishdan orqasidan biz o'zimiz motivatsiya olib davom etaveramiz. Qiyin emas-ku. Bitta obuna bo'lib qo'yasizlar, obuna bo'lmaganlar ko'rayotganlar kommentar yozib qo'ysalaring, videomiz keyinroq tarqalishiga yordam berasizlar. Safimiz kengayadi, qadrdonlar. Kimda nima yangilik, qadrdonlar? Bizda xudo xolasa sesma apalavka, sesma kalunay harakat boshlandi. Xudo xolasa. Shular tugasa to'sin ekanda endi. Albatta. Uzoq 2 kunda. Uzoq 2 kundan keyin tomga harakat, qadrdonlar. O'shaning uchun qo'llab-quvvatlab turmasalar ham umid bag'i tomdan keyin tom boshlansa to'sin bor. Shilipka bor. Yana nimalar ketardi? Reka bor, shipir bor, cho'rniy reka, beli reka, vassa, to'sin, strapl. To'g'risini aytdim-a? Shunaqa, qadrdonlar, hozir soat obed bo'lyapti. Obed 1 bo'lyapti shekilli soat menimcha. 1 bo'ldi. Ish qilgan odamga kun ham bir siqimda. Shunaqa. Yetkazib bo'lmaydi. Ertalab bozorga bordik-a. Assalomu alaykum obunachilar, tuzimsizlar. Ertalab haqiqatda nimaga Jo'jada temir testa bozori bor ekan, ishga bordik. Juda ro'zg'or bor narsalar ko'p ekan. Ishqibozlar bir aylanib ko'ringlar, tavsiya qilamiz. O'sha kerakli narsani topsa bo'lar ekanda. Zo'r. Eski bozor ekan, o'sha rossiyskiy narsalar sotadi. Bari. Endi SSR baquvvat bo'ladi, ya'ni mustahkam. Ancha yilga ishlaydi. Biz ham bir narsa oldik, kerakli narsa oldik. Avtomobil zapchastlari ham bor ekan. Arzon. O'sha yerda katta miqdor, nimalar turibdi? Nimaga bular? Sherali aka uylar bor-ku, onlaynmi? Hektar regalimizga taxta yetmay qoluvdi. Hozir mana qo'yib kuyib olsak, sismani boshlariga kapalabga qilishdi. Yarmi bo'ldi, xudo xolasa, bitta uy bo'ldi, to'g'ri. Kapalabga. Kechki salqinga kuyamiz. Endi apalavka tayyorlangandan keyin quyib qo'yish nima endi? Xudo xolasa, hasharchilar ham kelamiz deyapti, kechki salqinga kuyamiz, kuyib olamiz deyapti. Kechki salqinga hasharchilar kelamiz deyaptimi? Yaxshi niyat, yarim. Yaxshi niyat. 2 kundan beri aytyapmiz, kelib qoladi. Obeddan keyin 2 soatga bo'lsa ham, haya qilib pag'irda olib berib qilsa ham ko'p bo'ladi. Uyotirib qo'yib bularni bir 4 kishi kelib qoladigan bo'lsa nima endi? To'g'ri aka. Sen tushirasan, ha blokka tirab qo'yasan, bunga qozib kerak. Ana shunaqa ishlar bo'ladi. Kelishmovchiliklar bo'lib qoladi. Ya'ni kelishmovchilik bo'lmaydi. Sherali akam bilan Bobur akam kelishmovchilik bo'lmaydi. Bobur akam xo'p deb tursa bo'ldi. Ha, Bobur aka? Xo'p bo'ladi deb tursa bo'ldi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi deb tursa, usta nimasi xo'p bo'ladi deb tursa bo'ldi. Bag' bo'laveradi. Xo'lasa bugun Ko'pchilik keldi xabar olib, ha? aytgandek duo qilib qo'yinglar. Andijondan xolamiz bilan tog'amiz kelishdi menimcha. Ular 2 kishi kelishdi. Yaxshi. Usta yo'qlar yaxshi bo'lyapti. Hasharchi ozgina uyotiryaptilar. Hasharga kelishdi. Kecha biz Bag'dodga borib keldik. Bag'dodga borsak, Mirzoatli bitta ukamiz bor. Ehsongo'y kuzatib turadi shu kanalda. 200 ming pul berib bordi. Duo qilib qo'yinglar, otasini, dadasi Farg'onada operatsiya bo'lar ekan ertagiga. Alloh shifosini berib, tuzalib chiqib ketaversin. Iloyim. Obunachilardan duo bering ekan dedi. O'sha operatsiyaga berayotgan
Obunachimiz dadalarni ham duo qilib qo'yinglar. Assalomu yorug' yuz bilan operatsiyadan chiqib olsinlar. Alloh shifo bersin o'zi. Oz ko'chada turib akam o'zi ehson tashab ketdi. Men shu yerdanman. Ismimni indamay qo'yavering. Ehsoni bor ekan tashab ketdilar. U akani ham duo qilib qo'yasizlar qadrdonlar. Ular shunaqa bizda ishlar qizg'in darajada issiqlarda qaynaq bo'lib davom etyapti Sherali aka. Ha, xudo xolasa, baribir issiq yaxshi. U qishda bilasizmi? So'qa o'tirib olib, o't yoqib. O'shanda aytdim, qancha issiq bo'lsa ham kuydirib yuborsa ham issiq yaxshi ekan. Endi chidayapmiz. Terlasak muzdek suv ichyapmiz, choy ichyapmiz. Ammo sovuqda bo'lmaydi ekan. Qiynalib qolamiz. Naqada? Hali suvda qochgan joy topolmaysiz-da. Issiqda pana-panaga, issiq salqinlarga kirib sovuqda faqat uydan boshqa joy bo'lmaydi-da. O'zi odamzod hech bo'lib chidamaydi-da. Na issiqqa, na sovuqqa. Shunaqa sabrsiz-da. Chidayapmiz bir bola qilib. Shu tez kunlarda final qilamiz. Mana shu qo'llab tursalarmi, xudo xolasa. Necha mingta bo'ldingiz aytganda? 31 mingta bo'lib qoldik. O aytdim 200 ta qo'shilib qolsa, o'shanda 200 ta kamaydi. Qo'shlaylik bu, uni 50 mingta bo'lib olaylik, ha? Mana shu press bo'lguncha 50 mingta ko'pchilik eshitma ba'zi qandosh urug'ga jo'natib, qo'ni qo'shnisiga tarqatib, obuna qo'yish hech bo'lmaydi. deb bo'lsa bo'ldi. Aslida. Uravering aka qo'ying. Bizga shovqin shovqini tabiiy chiqsin. Endi hamma joyda tabiiy chiqadi. Boburjon ham ursam mana uyga borib keldi. Bog'dodlar ko'rib keldilar Boburjon aka. O'shancha maqtiyam to'g'ri qoqilmayapti, teshib qo'yapti, uraman. Shundan qarab turinglarda. Qani, o'zingni bir sinab ko'rchi. Obunachilar oldi mana. Tezlashtirib Ko'ryapsizlar ham qimirlayapti. Bunda gap shu, mana shu marotayda. Istadiganiga una bahonalar o'tmaydi. Qani? Bitta yoniga olyapti, Hali tezlashtirilgan kadr bo'lganda o'tib ketishi mumkin edi. Bundan unaqa bo'lmaydi. Yo'q, ani bo'lmaydi, obuna. 120 mi? Bitta urib qo'ydim, bo'ladimi? Shurada. Mana yaxshimi? Mana qadrdon. Mana. Xudo xolasa apalavkalarimiz tayyor. Avazbek akam bu yoqdalar. Bormi aka? Assalomu alaykum obunachilar, tuzumisizlar. Salchani Olyapsizmi aka? tozalab deyildim. Ha, ilohim. Avazbek akam bilan duo qilib qo'ylashyapti. Ishlardan bityapti mana. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Tomga chiqqan. Oz qolyapti tomga. Dahlarni bosinglar, obuna bo'linglar. Ehsondan damdama bo'linglar, ehson qilinglar. Hozir yaxshi ehson qiladigan oila. Xudo xolasa. Qadrdonlar Avazbek akam jali penabloyda unaqalari mayda-chuydalar ko'payib ketgan ekan. Mehmonxona bilan oshxona qurib qo'yaptilar. Tanzonlar sog' bo'lsin. Issiq yaxshimi aka? Issiq yaxshi bo'lyapti. Issiq zo'r-a? Bo'linglar, hashamga kelinglar. Shunaqa qadrdonlar. Bobur aka, sizda nima gap endi aka? Uylar borib oldingiz. Yo'llarda bir voqealarmi yo nimadir ishorar ekan uxlab qoladimi? Sherali akam o'ldirdi qo'rqitib. Jicha qolganda bu video ham chiqmasdi ekanda. Bu videoda bizni ko'risha olmasdi, jicha qolganda. Biz ham kecha oxirgi marta ko'rishimiz bo'lardi aka. Sherali akam uxlab qoldi. Endi men uxlayapman, endi men bemalol Sherali ustaga ishondim. Ishondim, 3 yoshda uxlolmadi. Uxlab qoldi. Uxlab qoldi. Yaxshi moment o'zi turib ketdi ham. Darr deydi. Bir naqa cho'chitib qo'yibsiz-da, sizda o'zidan so'raymiz. Qadrdonlar shunaqa bizda. Xudo xolasa harakatdamiz. Sizlar ham qo'llab turinglar, iltimos. Obuna bo'lib qo'yinglar. Qiyin emas-ku. Ko'paysa hammamiz yaxshi bo'ladi-yu, qadrdonlar. Sherali aka ertalab avariya bo'lganga o'xshab ketgandek bo'lib ketib qolibdimi? Ha. Ular cho'chib. Endi nimada? Quyosh Uyga ham o'nda borgan bo'lsalar kerak. Bir minutda. Alo. Telefonni yalishyapti. Yana so'raversinlarchi. Ilhom tog'a. Nima deysiz biz obunachilarga? To'y bolaga? Toy bolaga. Bardavom bo'linglar. Shu bolani ham bir xursand qilaylik. Bola bo'linglar. Like bosib. 50 ming bo'laylik. Mana ishimiz ham yaqinlab qoldi. Shu tugaguncha bir 50 ming bo'laylik, iltimos.
Agar bo'shlar bo'lsa, hasharga kelinglar. 1 soat, 2 soatga bo'lsa ham. Soatga obeddan keyin Ha, salqingan salqinda bir ikki soatga 6dan bo'lsa ham. 8gacha biz chetdamiz baribir qadrdonlar. Alloh roziligi uchun. Kelajakka bir nima bo'lish uchun. Xolos. Kelinglar, iltimos. Alloh roziligi xolos Alloh bo'ldi. roziligi uchun. Qadrdonlar, nomerni qo'yib qo'y Ilhom tog'a. Ha, nomer Mabodo qo'yib o'sha hashara kelib, manzilni so'raydiganlar bo'lsa, Lokatsiya tashlab beriladi. Lokatsiya tashlab berib yoki tushuntirib beramiz qadrdonlar. Tuman Xudo bo'ladi xohlasa, o'zida. kesalaring bo'ldi. Hamma yo'q bor. Kelib chicha yordam berib yuborsalaring juda ham zo'r ish bo'lardi. Chicha tezlashadi ishlar qadrdonlar. Ashna bo'lib misol 5 kun oldin bitirishimiz ham mumkin-da hasharchilar kelib tursa, to'g'rimi? 3 kishini ishi nima, 6 kishini ishi nima? Hasharchilar kelib tursa 5 kun, 6 kun ertaroq bitirishimiz ham mumkin qadrdonlar. Ashnaqa. Nima demoqchiman? Kartalar sizlar uchun. Kartalar bevaq bo'lmanglar. 5000 so'm, 10 000 so'm, 10 rubl, 50 rubl, 100 rubldan. Xudo xohlasa qo'llab tursalaring qadrdonlar. Chiroyli qilib bitiramiz. Sizlardan ugina bizdan buguna deydi-yu. Shunaqa qattiq bo'lyapti. Durralar qo'llab iloji yo'q. Harakat qilyapmiz qadrdonlar. Hop, tuzatib turinglar-da. Kim ekan Sherali aka? Zokirjon Hoji buva. Dashlik. O'sha 114 Tanishadi obunachilar, ha? Tanishlar obunachilar. boshqarib turgan. Tusholmayotgan 2 kundan beri kelib qolyapti-da o'zi. Men qaytarsam men ham tusholmayman. Kim ekan desam, nomerini o'zgartiribdi. Hoji buvaga hammalarga salom aytdi. Obunachilarga, sizlarga. Uyga borib kelib Oyog'imga tegib qo'lim chiqib. Bunda Zo'r kadrdan qo'llaydi. Ya, mayli. uyga borib kelib Ilhom tog'am mix sug'uraman deb o'tirib qoldilar. O'zi bilan o'tirib sug'urayaptilar. Shunaqa qadrdonlar, Qayta ketyapti. Zokir Hojiboy juda ham hali samimiy, xushchaqchalik, gallasiz, maza qilib hali zerikmaydi qo'sh tog'alar hammalari, ha. O'yli odamda u. Ilmo ortiq, 3 territoriya, 3 ta to'rtta qishlarni ilmo. Hali gapni har so'zni ham mazmuni bor-da. Ha, endi u olim odamda. Maza qilib boshqacha maza qilaman deb Tomondan ham, o'tirsan. dunyoviy tomondan ham she'riyat sultoni deydi-yu. Shuni ayni shakllarda. Shunaqa inson. Har tomonlama shunday qalbga tushyapti. To'g'ri, haqiqatan. Amin Uni bo'lgan. to'ylarda, mazza qo'rasida to'ylarda marzalarni eshitsangiz bo'ladi. Mahallalarda marza qiladi, shu yo'l bor. Zo'r inson, Jonlar jannat sog' inson. bo'lsin. Har yili umraga borib kelib turadi. Uni qo'y baxshiga o'zim. 2 dona qo'y oladi-da, 2 million, 2,5 million 2 dona qo'y oladi. Xudoning qudrati bilan borib, yem bermaydi. Uyli narsalar, o't-pot, po'choq-mo'choqlarni. Uni toza narsa beradi, po'chaqni ham yuvib quritib beradi. To'g'ri. Shuni oq sumkani oladidan, 114 ga borib kelguncha etdan bitdan o'tlarni yulib sumkasiga solib borib beradi. Qo'yni ko'rsangiz, 5 million, 6 millionlik qo'y bo'ladi-da. O'shani bitta sotadi, 10 million, 11 million pul oladi. Umraga borib keladi. Har yili. Har yili boradi. Niyat qilyapmiz, biz ham havas qilyapmiz. Doim hammamizga zo'r inson. shunaqa joylarga borish. Obunachilar juda ko'p taniydi. Ha. Baraka berib qo'ygan ekanda qo'yga. Shunaqa. Ancha munchasi ham emas. Yo'q, odamlar bug'doylar qoplab to'kib qo'yapti qo'yini oxirida. Unlarni to'kib qo'yapti. U unaqa qilmaydi. Bug'doy bersangiz bo'lmaymi yo Makkani yorilgansan yo'q. Kurmakni endi dashlarda kurmak o'sadi. Kurmakni ham boshini nim-nimdek qilib yulib sumkasi o'ratan beradi. Qo'ylar ham boshqacha semiradi. O'sha qo'ylarni go'shti ham shirin bo'lsa kerak. Kim so'yib yesa. Haqiqiy halol nima bilan maqtay. Endi men harakat qilgan bilan Alloh beraman desalar, baribir. Endi lekin baribir sendan harakat, mendan barakat deganu. Endi to'g'ri, bali Alloh nasib yaxshi baribir. U bag'da qiyin-da, to'g'rimi? Shunaqa qadrdonlar, davom etamiz biz. Kartalar bevaq bo'lmanglar. Mana har xil gaplarni eshitishni xohlasanlar, obuna bo'lib qo'ysalar, shunda Xudo xolasa bitta-bittadan chiqaryapmiz.
Ana misol bugun voqealar ko'p bo'ldi. Bozorga bordik, eski narsalar ko'rdik, yangi, hali eski ishlatadigan chiroyli narsalar ko'rdik. Misol yana bitta voqea sheralagan avariya bo'lib ketdi. Mana shu Ilhom buvam. Ilhom bu ham sababchi o'zi. Ilhom buvam Ozonda 8:00 da yetib kelinglar, mana shu yerda ko'raysizlar dedi. Ammo gapga javob berib qo'ydik, Ilhom buva. Albatta. 8 ga 10 minut qolganda o'sha ko'prikdan o'tib, postdan o'tib, o'sha bozorda oldida bo'ldik-da. Ozgina Bobur qiynab qo'ydi, uxlab qolaverib yonimda. Ana. Tani joningiz sog' bo'lsin. Shagird bo'lsa shunaqa bo'lsin-da. Tani joningiz sog' bo'lsin aka. Ana. Buni ham ehsonga olib ketishdi, duo qilib qo'yinglar kelganlarni. Hammani duo qilinglar. Moli bilanmi, joni bilanmi demaydi-yu. Hali moddiy yordammi yo hali kuchi bilanmi? Oddiy misol kommentariy yozayotgan, like bosayotganlar ham yordam beradigan hisoblanadi, to'g'rimi? Tarqalishiga, boshqa ehsonga obunachilarga, ehsonga odamlarga e'tibor berishi sababchi bo'lasizlar. Qadrdonlar, bu men like bosam nima bo'ladi o'ylamanglar. Like bosasizlar, Sheralagam, Bobur akam like bosa, o'zim like bosaman, sekin-sekin ko'payadimi like? Keyin YouTube o'ylaydiki, bu qiziqarli, yaxshi video ekan, kengroq odamlarga tarqataylik deydi, yana kengroq odamlarga tarqataveradi. Ular ham like bosaveradi, yana kengroq odamlarga tarqalaveradi. Kommentariy ham xuddi shu narsa Sherali akam yozadi, Ilhom tog'am yozadi, Avazbek akam yozadi, Bobur akam yozadi. Bu YouTube unaqada o'ylaydiki, YouTube platformasi, bu qiziqarli video ekan, ko'pchilik kommentariy yozyapti deydi, yana tarqatishni boshlaydi qadrdonlar. Qisqachalik, dehqonchasiga tushuntirganda sizlarga. O'shanisi foyda. Obuna bo'lib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hasharga kelish ishdan chiqmasin. Ha. Adreslar Telefon nomerini qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Kartalar befarq bo'lmanglar. Shu kartalar sizlar uchun. Ehsonni mujovati ehson qadrdonlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xayr. Joninglar sog' bo'lsin.